أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين أما بعد فقال المصنف قال الخضر بزادر خضر عليه السلام موسى عليه السلام لم بوغان واقع لكداته Hızır Aleyhisselam hazır hayat mı olmaz mı? Fiha khilaf. Mesela İmam Nevevi İbn Salah degandagi olimlar hazır hayat deb turoladi. Hozir bir qism muhakkik olimlar. Bir qismi yo'q deydi. Endi bu hayat deyishda ojizroq hadislik ekan. Rasululloh vafot bo'lgan chaqda kelib ta'ziya bildirgan. Tabandan shu so'rinda ba'zi bir gapni qilib ketgan chaqda Abu Bakr, Hazrat Ali, shulardan boshqa sahobalar bu kim desa, bu Hızır Aleyhisselam degan. Hakim Mustadrak degan kitoblar var. Yani Tabarani rivayet qilgan bir hadisda Ibn Mas'ud Rasululloh bilan o'tirda qatnagan degandek. Bu hamması jig'ib akasak ojizimda. Buna keskin adirmaya digilolmaydigan. Endi yo'q, hozir hayat emasdi deganlar. Hayat bo'lgan bo'lsa Rasulullohning qashqirib agishdi, Rasululloh bilan birga kurash qilibdi, Rasulullohni qo'llaydi shu chaqda. Hamdamda bo'ldi, uchrashganlikqa unda keskin bir dalillar isbotlanmagan ekan, o oyat digilolmaydi. Uning ustiga hadisni deganlar bor ekan. Masalan bir xuftan namozdan keyin Rasululloh mushu zaminda bor odamdan hozir 100 yildan keyin birsimi qolmaydi degan. Ana o hadisning ba'zilar yo'q atrof sug'allini ko'zlagan bu deyishi mumkin. Qanday bo'lmasa Qur'oni Karimda Hızır Aleyhisselam'ni abdan min ibadina ataynahum ladunna ilma dedi. Ama bir banda dedi. İlim ata qilgan Alloh taolo tarafidan maxsus bir ilm ata qilingan bir banda. Hatta ba'zilar bu insonmitdi, farishtamitdi deb uningni talashlar qilib. Lekin rajih qarashda insonda Peygamberimiz bazı peygamber bazı peygamber emas dedi. Nimaga asosan peygamber desa, "Va ma fa'altuhu an amri." Ma o'zligimdan da qilmadim bu ishni. Ya'ni Alloh taoloning buyruq bilan qildim buni degan ekan. Bu vahiy demak şeydi. Lekin bu hammasi ehtimolli. Bunda ehtimollikla bo'lishi nima uchun? Yani bu Hızır Aleyhisselamning zoti peygamberimiz emasmi? Hozir hayotimiz emasmi? Bu bizning turmushimizga, aqidamizga, musulmonlarligimizga unda bir zo'rilish emas. Şuna mühim bo'lmagan, bilmasangiz zim yo'q ishlarni Qur'on Karimda bo'lsin, sunnat bo'lsin, bunda qo'yib qo'ydi. Uni ko'chilab zot buni aniqlab nima qilsak bizga nima foydasi bo'ladi? Masalan, az-zabih İsmail mu, İshaq mu deb talashtirishdi. İshaq o'zini bo'libdi, İsmail o'zini bo'libdi. Bu cho'ng bir nima emas, shu Qur'on Karimda aniq demagan uni. Endi har xil ehtimollar chiqadigan, endi alat qo'yib qo'ygan. Lekin ma tasavvuf doirasiga buningcha hikoyalar bor. Faloni Hızır uchrab ekan, manda deb ekan, manda so'zlab ekan, manda karomat ko'rib ekan deb nurg'un hikoyalarni o'tirib qo'ydim. Ya'ni Hızır hozirmi bor dedim, nima kelib chiqdi? Shu Hızır bilan uchrashdim. Hızır uchirdi. Menga dedi, bunu dedi, deb ba'zi balki yolg'on yapadigan gaplarni Hızırning ma'munidan to'qib, Hızır meni manda qilishga buyurdi. Falonni ayog'ini qo'yib qo'ysin dedi. Deb ondan jin buyuribdimish, falonni Hızır buyuribdimish va yekatmish endi gaplar shundan chiqdi. Qalal Hızır in sahibtani a'khudhu alayka ahdan wa sharta. Mana amra oldigan bo'lsang, menda ilm o'rganadigan bo'lsang, sendan ahd olama, shart qo'yma dedi. Nima ekan? An ta'khudha uddataka min al-hazm was-sabr. Udda degan tayyorlik yoki qurol yaroq degan bo'ldi. Shunga al-adad val-udda degani majangda ham adam, ya'ni jangchilarimiz va askar ham qurol yaroqlarimiz bor degan. Al-udda ya'ni shu tayyorlikqa lozim bo'lgan narsalar. Sayman, qurol, hammasi. O'quvchi bo'lsang, xuddi maktabda o'qiydigan bo'lsang, daftar, qalam, sizg'och, o'chagich, shunday narsalarni tayyorlashing kerak. Shu udda talib bo'ldi. Endi Musoning tayyorlash kerak bo'lgan sayman nima ekan? Minal hazmi. Hazmi degan qat'iylik, keskinlik. Ibn Hazm deymiz. Va sabr. Sabrchanlik bilan unda tayyorlik ko'rishing kerak. Va nasibaka minal jaladi va dabtun nafs. Yana jalad degan bir narsaga qattiq bardosh qilib chidash degan bo'ldi. Asalliqcha vaqt sanmaydigan. Va dabtun nafs degan o'zini tutib olish, tantaklik qilmaslik masalan, aldirahsonlik qilmaslik. Demak, mushunda sifatdan sen obdan qochilib ol demak. Fala tabtadirni bi su'alin mushunda sifat bilan sifatlanib
Aldırab bana sual koyma. Aldırab nima uchun bunda bu deb so'rama demak. Va la tusira amami ay i'tirad. Meni oldimda hech qanday e'tiroz paydo qilmaysa. Hatta yanqadiya ash-shartu va tantahi ar-rihlatu. Taki mush shart tamom bo'lib, bizning yo'lchiligimiz tuganga qadar hech qanday e'tiroz, savol, aqsaqollik qilmaysa, altibashlik qilmaysa deb shart qo'yadi. Yani balki bu Xizr alayhisalom nurg'un zotlarga ilm o'tib, bu talibning da altibashligidan, aqsaqollikdan sıkılıp ketken bolsun ki şart bilan hamısı men sana ilm o'tay, lekin ma ishqa ra'y qilsa deb shuna Sahih Buxoriyda shu hadisni bunda ustoz bilan o'quvchi shartlashib ilm o'tib qo'ysa, shartlashib ilm olsa bo'ldi deb shu mazmun chiqdi deb keltirdi. Va inni ba'daha sa'ati ala ma fi nafsik. Ay sayat tugab, yo'lchilik oxirlashgandan keyin men sen ko'nglingda qanoatlanmagan, qonmay qolgan, tushunmay qolgan, ashuna aslga bir-birlab kelib to'xtalma deb bermadimchi. Va ushfi ma bi sadri. Sen ko'nglingdagi ashunda tushunishsizliklarga qanoatlanlik javob berib, xotirjam qilmadimchi. Qandirmadimchi. Demek bular hozir shartlashdi, ahdilashib, faqabila Musa shart. Hozir talib shartni qabul qildi va qayyada nafsahu bidalika al-ahd. Ash ahd bilan o'zini chambarchas bog'ildi. Va sara al-sahil. Shundan dengiz sahilda mangda, qirg'ig'ida. Hatta lamaha safinatan fil bahr. Menib kelib dengizda bir kemini ko'rdi. Fatalaba min ahliha hamlahuma ila haythu yadhhabun. Ular barmoqchi bo'lgan yerga apirib qo'yinglar deb shu kemichilardan talab qildi. Walamma qara'u as-samahata fi wajhayhima. Kemichilar bu ikki zotning chiroyidagi isillik, nuroniylik yoki apuchallik, samah degan fazilat egisi ekanligini unda chiroyidan ko'rgandan keyin, ya'ni apuchallik degan bo'ldi. Yani şu faziletli kişi olsa, aslında nadallık qilgan, kichiklik, eskilik qilganlarni kechirib o'tadi. Shuni samaha deymiz. Shuni samahati shayx mesela. Saudiya Arabistonda shayxni demoqchi bo'lsa, samahati shayx deyiladi. Demak, buning chiroyida ashunda apuchallik, ashunda faziletli bir kishilar ekanligini unda bayqagandan keyin, qara'u deganda o'qidi deymiz-ku. Lekin bu yerda unda bayqagandan keyin, shuni ko'rgandan keyin, wara'u bariqan nubuwati yalma'u fi uyunihima. Bu ishkaylarning ko'zlaridan payg'ambarlik nurlarining parildab turganligini ko'rgandan keyin, yalma' degan paqiraydi. Bariq degan shu chaqnagan nuri. Shu barq degan chaqmoq. Hamaluhuma min g'ayri nawlin. U ishkaylarni kira pulanmaylam bikaga mutqa apirib qo'yiladi deb chiqiribdi. Va baynama umma fi safina ishkaylan shu kemada o'ttirgan vaqtida va ala hin g'aflatin min ahliha kema egilar shunda g'aflat qilgan karonbay bo'lib diqqat qilmagan vaqtida akhadal khidru lawhayn min khashab as-safinati faqala'ahuma. Xizr alayhisalom asta pastarikka tushib yoki tug'an joyining shaldan ikkini, taxtadan ikkini qumurib tutdi. Ya'ni teshib tutdi nimani? Kemini. Fahala Musa. Bu ahvol Musa alayhisalomga dahshatli yoki qo'rqinchli yoki ig'ir tuyulibdi. Mushunda muqlamdi. Va huwa ar-rasulul karimulladhi ursila bi hidayatin nas. Nima uchun Musaga ig'ir keldi desa, bu Musa alayhisalom butun xaloyiqni hidoyat boshlash uchun yuborilgan bir asl payg'ambar bo'lgan ekan. Va raddi adiyatu zulm anhum, ya'ni xaloyiqdan zulmning nashtirini yandirish yoki adiya degan asli bir chekidishib ketgan zulm. Şu adiyat zulm desa, zulmning vahshiylarini, ig'irlarini, yani kishilarni shunda ig'ir zulmlardan qo'g'dab qilish uchun yaratilgan payg'ambar bo'lg'achqa, uningga Xizrni qiygashi ig'ir keldi. An yuqabila desak bo'ldi, ya'ni Xizr yuqabilmoqchi. An yuqabala sani'uhum bil isa. Ash kiyimichining qilgan yaxshiligi yomonlik qaytirilish va jamiluhum bin nukran. Yani cemiluhum diyen ma sani'uhum diyen o'xshasha, yaxshilikka, chiroylik qilgan ishi olgan. Yani pulanmaydan apirib qo'yildi-ku. Bu yaxshilikka, chiroylik ishi. Bin nukran degan yaxshilikka tanganlik, tuzkorlik yoki unga e'tirof qilmagandek. Va khashiya an yusibahum gharaqun aw halakun. Shu bu payg'ambar o'g'achqa bakaga apirib qo'yildi deb yaxshilik qilayotgan kishilarning mush yaxshiligiga yomonlik qaytugandek bir ahvolni ko'rib, bu ish ig'ir keldi. Ig'ir kelib, ularning hammaylarining, ya'ni Xizr, Musa, kiyimchilar hammaylan g'arq bo'lib ketishidan ansir. Chunki teshayotgan kema cho'kishi mumkin.
Fanasiya ahdahu va shartahu. Shu chaqda bu ishni irtuylik etiblam, bergan ahdi bilan ash-shartini unutib qoldi. Wasaha vaqrab şuna. Ata'madu ila qaumin akramu wifadatana wa ahsanu liqa'ana. Wifada degan biz kelsak bizni yaxshi qarshi olgan demakchi. Akramu degan bizni yaxshi hurmatlab, izzatlab qarshi olgan kishilarga va bizni chiroyli kutib olgan kishilarga mushunda yomon maqsadda bo'lamiz demakchi. Qasdan shunday qilamiz demakchi. Ata'mad degan qasdan bunday qilamiz. Wa ahsanu liqa'ana fatakhriqu safinatahum. Fatakhriqa bo'lishi mumkin. Fa'ni bunda desang balki mansub bo'lishi mumkin. Fatakhriqu safinatahum va tuhawilu igraqahum. Bizni shunda izzatlab, yaxshi kutib olib, hurmatlagan kishilarning kemisini teshib ularni g'arq qilib o'tmoqchi bo'lamsa, laqad ji'ta shay'an imra. Sen haqiqatan cho'ng bir ishni sodir qilding. Imra degan amr, amrdan chiqqan narsa. Bir ish, ya'ni shunda bir ishni paydo qilib qo'yding, ya'ni sen bir xatolik sodir qilding degandek bir narsa. Ya'ni cho'ng bir ishni qilib solding demakchi. Ustozni hozir xatolashtiryapti-da, shogird-chi. Bunda nima qilamsa, bunda mashhur. Faltafatal khidru ilay. Xidr uning bunda qarab, va ma zada ala an zakkarahu bi shartihi. Uning faqatlananda ashatni unutib qolmagan deb qo'ydi dedi. Unda ortiq gap qilmadi. Va ma zada degan boshqa ortiq gap qilmay, shartni eslatib qo'ydi dedi. Va ma qaddarahu min qablu annahu sawfa la yasburu ala su'alin. Ilgari Musa alayhisalomni oldinlam suol so'may turolmaydiganligi ayni mo'lcherlab bo'lganligini o'zidan men bulanmaysa degandim kenanda shartlashgan tuqqo deb eslatib qo'ydi. Wala askutu an mira takallashmay jim turolmaydiganligini burun mo'lcherlaganligini eslatib qo'ydi dedi. Va qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sen men bilan billa chidab turolmaydiganligini demaganmidim sana. Va hinaydin dal shu chaqda mushna degandan keyin adraka Musa ma waqa fi min khata. O'zining qanday xatolikqa dastlab sog'liqni shu chaqda tushunib ketdi dedi. Va ma tawarrata fihi min nisyan. Unutib qolganlik jihatdan o'zi qanday bir mushkulga duchor bo'lganlikni his qildi. Tushunib ketdi. Tawarrata degan o'zini kashiliga tiqdi, mushkulga sab qo'ydi. Varta deb qo'ymoqchi. Varta emas, vartatun. Varta deganda chataq bir ish. Odatda turmushda ba'zi chataq bir ish qilib qolsam bir kashilga yo'liqdim deymiz-ku. Shunda o'zining xatolashganligini his qilib, fa'tadara ilay. Ustoziga uzr aytdi. Vastagfarahu min nisyan. Unutib qolganligi sababli undan kechirim talab qildi. Va qala la tu'akhidni bima nasit. Men unutib qopdima, xafimmislar, meni afv qilibsizlar. Aytib buyurmaylar demak, la tu'akhidni. Va la tahrimni sharafas suhbati. O'zlariga hamra bo'lish sharafidan meni mahrum qilib qo'ymislar. Va fadlal murafaqa. Hamra bo'lish fazilatidan demak. Va sakunu ba'dal an kama sharattu. Bundan keyin shart qilgan bo'yicha bo'lima va g'adara as-safina. Shunda qilib bu ikki zot kemidan tushib ketdi, quruqlikqa yetganligini qirg'a qo'ygan. Va tabi'asir yo'lni davomlashtirdi. Favajada g'ulaman wadi'an yadhhabu ma'a liddatihi va aqrani. Na chiroylik yuzi shunda kelishgan vadi degan nurani degan bo'ldi. Nur yig'ib turgan. Shu vudu degan sho'g'i, vudu tartilishmi shu andadini pokisayl qilgan narsa bo'lgan ekan. Yal'abu ma'a liddatihi va aqran. Liddat aqran degan o'zining tanqishlari birdimatlari degan bo'ldi. O'zining yeshidiki, masalan bu 15 yosh bo'lsa 15 yosh atrofdagi bolalar. Liddat degani tanqish, aqran deganmi endi birdimat o'xshash yashdagi bolalar. Fa akhadahu al-khidru ba'dan. Şolar Xizr buni nere olib ketibdi, boshqa adashlardan. Summa adja'ahu va qatalahu. Endi yatqizib buni o'tirib o'tibdi. Ba'zi rivoyatda bo'g'iz o'tdi deb bor. Ba'zi rivoyatda bo'yni uzib o'tdi deb bor. Fafaja'a Musa min hadha al-qatl. Musho adam o'tirish voqeasidan Musa cho'chib ketdi. Qo'rqib ketdi degan bo'ldi. Faza'a cho'chib ketdi, qo'rqib ketdi. Va kabura indahu zalika al-ithm. Bu gunoh uning nazarda yo'g'on ko'rinib ketdi-da buni. Asli adam o'tirishgan cho'ng gunohmi? Idra'a g'ulaman yafi'an. Degan chunki nima uchun bu qo'rqib cho'chib ketdi? Bu cho'ng bir jinoyat qildi deb qaradi. Chunki Musa alayhisalom texa balog'atga yetmagan bir o'g'il bolani ko'rdi. Yafi' degan balog'atga yetmagan texa. Yetay deb turgan, ha? Yafi' degan. Murahiq degandek. Bir o'smir endi bu. Qad yakunu wahida ahli. Balki bu ota-onasining bir o'g'li bo'lishi mumkin.
va rija'a validay. Ota-onasininki butun umid bog'lagan bir farzand bo'lishi mumkin. Boshqa o'g'li yo'q yoki boshqa bolalarim yo'q. Shu bir lam o'g'li bo'lishi mumkin. Undan keyin buning bir izimizni o'chirmay, bizning pushimiz davomlashib deb umidini bog'lagan shu bir bola bo'lishi mumkin dedi. Yani arzu umidi shu bolada bo'lgan bo'lishi mumkin. Yuqtalu fi g'ayri qavdin. Hech qanday uning qisos qilinmay, jazomo tortilmay, baka o'ltirilib bunda tugab ketganligini ko'rdi bo'ldi. Qavd degan qisos, asli qavd degan qodadan chiqqan. Aydab mangda aldirsilib mangda degan bo'ladi. Nima uchun qisos olgan chaqda o'ltirilgichining oil tavobati qotilni aldirsilib buni kallasini kesilgan yerga aydab mangdi. Shuni qavd yusfaku damuhu min g'ayri ismin. Hech qanday gunoh sodir qilmasa, gunohni yezilmaydigan shunda bir oppoq begunoh bola tursa bu, buni qirni to'kaldi. Ala yadi rabbaniyin karimdir. Bu bir jinoyatchi qotildan bo'lsa emas, shunda isil fazilatlik shunda bir katta olimning qo'lida bo'ldi bu ish. Rabbani degandan to'q katta olim. O'zi amal qiladigan, boshqalarni tarbiyalaydigan, bunda katta olimni rabbani degan to'q. Buni rabbaniyin deganning tafsirida nima degan to'q? Onun bo'lishi mumkin, lekin tarbiyadan chiqqan bo'lishi mumkin. Boshqalarni yaxshi tarbiyalaydigan, ilmlik apuchan zot. Shuna Sahih Buxoriyda Ibn Abbosning rivoyat qildi. Kunu rabbaniyin, kunu ulama, fuqaha, hulama, al-alim, al-amil, al-muallim degan ta'rifmi bor. Demak bu rabbani mana Musa alayhisolamni tarbiyalayotgan ustozg'on shu. Mushunda fazilatli isil bir ustozning qo'lida begunoh bir bola o'ltirildi. Va imamin min a'immatid din. Dinning imomlaridan birisining qo'lida. Hozir bir payg'ambar va payg'ambarning ustozi bo'lgan, yani butun insonlarga dinni yetkazadigan, din o'rgatadigan bunda bir imomning qo'lida o'ltirildi. Fatahallala min ahdihi. Ulan qo'ya bunda ahdini, bunda begunoh o'tirgan, bunda ustozning alashan deb tahallal degan ahdidan bo'shinib oldi degan. Ahdidan chiqdi. Ahdini buzdi demishadi. Va atlaqa nafsahu min mithaqihi. Mana o'zini burun bog'lab olgan, mithaq degan bog'lab olgan. Ash ahdi paymandan qattiq o'zini sirt qo'yibdi. Xuddi bu mithaq ahdi payman buni bog'lab olgandek, u ahdi paymanni yeshib bilan bu bo'shinib erkin chiqib ketgan. Hozir fatahallal min ahdi va atlaqa nafsahu min mithaq degan ikki sashni mutaradifat so'zlar, bir ma'nodagi jumlalar. Arab tilida bunday jumlalar jiqqan. Buni balog'atida emas, al-itnaq. Al-itnaq gapni uzatish. İcazninki qarshisi. Itna qilgan yoli va ijoz qilgan yoli. Va atlaqa nafsahu min mithaqihi va qala ma hadha al-munkar alladhi ta'ti. Sen qilayotgan ma jinoyat nima bu? Mundashim qilamsa, val ism alladhi ta'ti. Sen qilayotgan ma gunoh nima bu? Qanday gap bu? Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs. Begunoh pak bir jonni bekadmagan, qisos olmagan holatda demakchi, bighayri nafs degan. Qisoslar o'tasi bultuğu, qisos olmagan holatda bekadmaga o'tirtansa, nafsan zakiyya degan zaki degan pak. Taqi buningga jinoyat yezilmagan. Og'izdan tinib turgan deymiz aslan. Ayna begunoh pak, ya'ni bir qiraatda nafsan zakiyatan deb bor. Tahira degan bo'ldi. Tahira minad-dunub. Bunda begunoh bir balini hech qanday bir qisos voqeasi yo'q, bekadim bekar demoqchi. Bunda o'tirtamsa, laqad ji'ta shay'an nukra. Sen haqiqatan mana ig'ir jinoyat sodir qilding. Oyada laqad ji'ta shay'an imra degan. Imra degan endi ma'nosi sal yengilroq. Uni unda munkar demadi oyada. Shunroq bir ish qilding, xato qilding deganda. Lekin bu yerda nukra yani her qandaydan ko'rsa bu jinoyat dedigan, bunda ig'ir jinoyatni qilsalding dedi. Faltafata ilayhil Xidr. Shundan Xidrning unda qarab, "Va lam yazid ala an zakkarahu bi ahdi." Yani uning ahdini eslatib qo'yib, ortiqcha gap qilmadi deydi. "Va ma kan min sharti." Burun ashbagan ahdi qo'ygan shartlarni bir eslatib qo'ydi. "Va ma qaddarahu mimma sayakunu min su'alihi amma la ya'rif." O'zi bilmay, sababini tushunmagan narsani to'liq so'rab qapsaldiganligini, mo'ljallanganligini ham eslatib qo'ydi. Men burunlan sen bunda savol so'rab qapsaldiganligini bilgan demoqchi. Vamta'adihi mimma la ya'laq. Ya'laq degan ko'nash. O'zi ko'nmagan, ko'rib bakmagan bunda ishni ko'rgan chaqda shunda bugidek cheklaydiganligini bir mo'ljallab qo'ygan. Va Xizr uningga mundabto alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Men sana men bilan birga sen chidab turolmaysan demaganmidim deb qo'ydi. Va huna istahya Musa. Maqatimda
Musa haqiqatan qattiq nomus qilib ketdi. Va adraka annahu qad asqala ala hadha al-abd as-salih. O'zininki mushu salih bandiga qattiq ig'irchilik sab qo'yayotganligini tushunib ketdi. Va kana xaliqan bihi an yatadarra'a bis-sabr. Aslida u sabrchan bo'lishi kerak edi. Xaliq degan ya'ni haqiqiy yoki jadir degan. Shunga loyiqdi degan bo'lsin. Yatadarra degan zari'a degan vasila. Sabr bilan chora ko'rish kerak edi degandek ma'va. Aslida lug'at ma'nosi. Shu saddi zari'a deymiz-ku. Haramga ilib boradigan, buzuqchilik qilib ilib boradigan har qanday chora vositalarni to'sitish degan bo'ldi. Va o'shada sabrchan bo'lishi kerak edi aslida. Va yumsika lisanahu anil jadal. Talashda atish takallishish, jidalxo'likdan tilini yig'ish kerak edi. Hatta yufsiha lahu ba'du amma khafiya min amrihi. Keyincha Xizrning Musaga tushuniksiz bo'lib qolgan ishlarini Xizr uningga tushuntirib qo'yganga qadar va ma tashaba alayhi min ilmihi. Uning munosabatlik ilmlardan tushunmay qolgan narsa. Tashaba degani tushunmay qolgan. Shu Qur'on Karimda mutashabihat deymiz-ku. Endi bir-biriga o'xshab qolib, ma'noga o'xshab qolgandan keyin biz qanday deb qolmay qolamiz-ku? Mutashabihat degan shu. Wa khashiya in tamada an yaqa minhu ala mawjidatin aw karahiyya. Tamada degan mushunda izchil mingivasa degan. Mush xuyni, qiliqini davomlashtiraversa, nima bo'lishidan ansirda an yaqa minhu Xizr alayhisalomdan mawjida degan g'azablanish, o'chmanlik, adovat degan bo'ldi. Aw karahiya. Bunda menga vasan, yana e'tiroz qilib, yana takallishib qolsa, bundan keyin Xizr alayhisalom bundan xafa bo'lib, buni yoqtirmay yomon ko'rib qolishidan ansirda edi. Fattaqada li nafsi shartan. Shundan o'ziga bir shart belgilabdi. alla ya'jala bi su'alin ba'dal an. Bundan keyin unda oldirab bir savol so'ramay deb o'ziga bir xil shart qo'ygandek. Va illa fa inna rafiqahu fi hillin min mufaraqati. Bo'lmasa va illa degan unda bo'lmaydigan bo'lsa, uning safardagi rafiqi amrasi. Yo'lda bilmagandim amrasi. Ham safari ekan. Fi hillin min mufaraqatihi. Uningdan ayrilishda hech qanday erki buyurilmaydiganligi. Anta fi hillin degan sen nima qilsang bo'laverdi. Sen halol unda hech qanday topmalarga kelib qolmaydi. Demak, Xizr hamda Musa alayhisalomda yana bunda takallishdan bir necha qatim sodir bo'lib qolsa, Xizr alayhisalom "Menga bo'ldi sana ilm o'rgatmayman" deb ketaversa, u yo'lni qo'yib qoladi. Vaqat as-suhbati, uning hamrohligini uziblam kesib tashlatish. وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Falan anda yani bir şart koyup estiripti. Bundan keyin ikkinchi unda qilmayman degan. Bundan keyin bir narsa to'g'riliq so'rab qolsam, ba'daha degan mushundan keyin fala tusahibni. Men bilan amra bu muslim bo'ldi. Qad balagta min ladunni udra. Min ladunni degan mening tarafimdan. Men tarafdan ma'zur bo'lib qolganda, men xil qilib qo'ydim. Bo'ldanda dars o'tmayman deblam. Menga deb ketkizasizlarmi? Sizlar aytib buyurilmaydigan holatda haqli bo'lib qollar demak. Ikkinchi bunda qilmaydi turib. Wa antalaqa ala hada shart hatta adrakahum at-tuwa. Mush shart bo'yicha ular yana yurib ketib toshkaydan. Oxiri ularga ochliq, harg'inlik yetibdi. Tuva degan ochliq. Va nala minhum al-nasab. Ochliq, harg'inlik yetibdi bularga. Wal kilal degan shu charchash. Va sadafa qaryatan fi tariqima. Bu ishkaylan yo'lida bir kentga ketdi. Ya bir shahar desek bo'ldi, bir kent desek bo'ldi. Fadakhalaha tam'an fi zadin yu'inuhuma ala sayr. Endi shu shahar bo'lgandikan, ya bir kent bo'lgandikan, bunda bizning yo'limizni davomlashtirishga yordam bo'lgan bir oziq-tulik tepilib qolar deb tamah qilib kiribdi bu shay. Va yumsikuhuma ala al-ju'. Achachlikqa bardashlik biladigan qilib tutib turish uchun buni oziq chiqib qolar deb kiribdi. Walakin ahlaha bima kanu alayhi min lu'min nahizati va kazazati nafs. Lekin ashu kentning aholisi nahiza degan tigi, lu'min nahiza degan yani tigi pasken bo'ldi. Tigi pas deymiz-ku. Bu kentning aholisi tigi pas bo'lg'achqa va kazazati nafs degan na tiqsiq. Bunda kazazga aslida tugilib olgan. Lekin men so'ray deb bunda nima qilmoqchi bo'lsam, dalim chiqib tugilib olgan, kimga yaxshilik yuqtirmaydigan nima. Yani nachar xalq ekan. Abaw an yudayyifuhuma. Bu ishkaylarni endi mehmon qilib tamoq berishga uninibdi. Asli mehmon qilib yo'l uchun mehmon qilish bir majburiyat. Waradduhuma raddan ghayra jamil. Ularni chiroyli gandumay taxabalki azar bilan bo'lgan. Qattiq
qo'pol gapni qilib. Falam yajida indahum ma'wa wala ta'aman. Shunda qilib u ikkilan ashi kent aholisining peshidan hech qanday bir aramgoh masalan ma'wa degan ya bir tamoq ya yotoq binasini topolmabdi. Unga erishamadi dedi. Asli bir kun qondirab mehmon qilib bo'lsa qo'sh bo'ldi. Va kharaja ja'i'aini sakhitayn. Qo'saq yana och, tan narozi bo'lib g'azablangan holatda kentdan chiqdi. Ve qablan yücavizal qarya kentin to'liq chiqib bo'lishdan ilgari chiqib bo'lguncha vajada jidaran yatadaa lis-suqut. Chiqib ketay o'lib ketay deb qolgan bir tamni ko'rdi deydi. Ya'ni chiqib ketishga az qolgan, chiqib ketay deb qolgan, o'rlay deb qolgan bir tamni ko'rdi. Fa aqamahu al-Xidr. Ko'riblam Xizr alayhisalom g'achchida u tamni tiklab qo'ydi deydi. Qanday tiklab qo'ydi? Layitib, so'qchilik qilib, qish qo'yapmi yoki qanday? Qo'li bilan daqilib tiklab qo'ydi. Fa aqamahu al-Xidr. Sahih Buxoriy'dagi shu Xizrning voqealigida qala al-Xidr bi yadihi. Biz qala degan toq bu og'izda aytdi deganmi bo'lmaydi, davomli. Ba'zi unda ishorat qildi degan bo'ldi. Qala bi yadihi akada degan qo'lidan bunday qildi degan bo'ldi. Qala degan so'zni ishlatdi. Qala bi yadihi deb kelgan. Shu qo'lidan daqtda tamg'atcha tiklandi. Unda o'lday deb qolgan tam. Karomat degan shu mana. Avliyo Allohmi? Avliyo kiram. Va aslah min sha'ni. Va u tamning nimasini ravs qilib o'shab qo'yibdi. Mustahkam qilib. فقال موسى عجبا موسى ينقطوش أتجازي هؤلاء القوم اللؤماء الذين أساءوا اللقاء بزني يخش كتوان ماي أساءوا اللقاء يخش كتوان مغان ناشر لقلان كتوان أشو قس قوم جاسا يخش لق مكابت برمسا بهذا الإحسان مش يخش لقلان مكابت برمسا لو شئت لاتخذت على عملك هذا أجرا نسد به حاجتنا خالصا مش قيغان شنغا شقاسا biz qo'sqinni to'g'izvasiqni bo'ldi ونحفظ به على الحياة أنفسنا o'zimizni hayot saqlab qolibdi. Hozir oziq to'liq to'yib ketgan ekan bundan. Shaqag'an bo'lsalar biz hayot qilishimiz uchun bir yemak-ichmak topgan bo'ladiq debdi. Qaldirib ketib. Demak, bu shu voqealikda hozir 1-2-3 marta menga gapmish. Bir marta nima bo'ldi? Nisyan. Fakanatul ula nisyana Sahih Buxoriyda. Wal wusta shart. İkinci qatınqısı şart oldu. Üçüncüsü qasdan dedi. Qala al-Xidr ve qad amana bi anna Musa sawfa la yastati'u ba'da al-ani sabra. Şonamda Musa alayhisalom bundan zat chilab bulanmaydi ekan deb qanoatlangandan keyin Xizr alayhisalom undaqda hada firaqu bayni va baynik bo'ldi, mishayish bo'lsin. Shada ayrılmasa bo'lmaydi. Sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra. Sen chilab turamagan ash vaqaliklarning haqiqiy mazmunini men sana izohlab beray, deb beray. Chunki bu shartlashgan. Mesela kim depirme aldirab unda so'mg'an e'tiroz qilma takallashma degandi. Bu uch qatım bo'lgan ekan, endi hozir yo'lning oxiri keldi. Mishada ayrilaylar, men sana shartlashgan bo'yicha o'sha voqealikning jarayonini tushuntirib qo'yay. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Endi kemaga kelsak, bu dengizda tirikchilik qilgan bechora xalqningki kemasi edi. Şu müşahiyatımı fuqala miskinning ölçümü qanday, faqirning ölçümü qanday, qasi bakrek bichara deganimda ba'zilar mana miskinning kiyimisi va miskinkan bu, hali binasi barkan mana. Undan keyin ahvoli xil yaxshi bo'ldi, faqir undan ig'roq bo'ldi deb qolgan. Fayusibuna minha rizqa. Demak shu dengizda tirikchilik qilib, ashunda non topiydi ekan. Yu'inuhum alal kasb. Shu kiyimisi bularning shu tirikchilik qilish saymin ekan. ويقطعون به مفازة الحياة. أشنو بلان حياتنك شل بياولردن ötələyikən. مفازة دegen şol bayav. Cem'uhu mefaviz. ولكن ملكا ظالما كان يتبع كل سفينة صالحة. Lekin şu etrafta bir zalim padişah ekan. Qanda bir sağlam kiyim olib qolsa, bulab ilib olganda buni musodara qiladi. Ya xudoha min ahliya unvatan. Igillardan zo'rluq zumbuluq bilan ilib olgan. Taslim olgan. Unva degan shu. Kuchidan degan. Va yastawli alayha ghasba. Yani shuni tatib oldi degan. Yani shu ilgirki jumlalar ma'nosi bir. Fa'aradtu an aybaha. Shunga men buni ayib qilib qo'ydim. Kimini ayib qilib qo'ysam, u nima yaratmay
bu saqamasken deb tashlatsa bu yani o'z tirikchiligini davomlashtirsin dedi. Rifqan bihim ashulaga mehr shafqat qilib, ish ag'irtab, rahimdillik qilib va rahmatullohum. Hatta ida shahidaha malikuhum taaki shu podshoh uchrab qilib, buni ko'rib, unda tekshirib baqsa, buni ayb vaken to'shikkan bu deb tashlab o'tamiki, qo'yib qo'yamiki tatolmaydi. Fahada amalun in kana zahirul fasad, bu sirtqi ko'rinishidan buzayotganda bir ish ko'ransimi bu ish fi batini rahma, iki ishki jihatdan bu nayte mehr shafqatlik ish bu. Va in kunta qad hasibtahu nukra, sen bu ishni hamda bir jinoyat yoki xato ish deb o'ylab qolgan bo'lsangmi, fa innama wahidun lil masakin, amaliyatda فإنما ديا من شأن أمليته ومسكلانة قدشت عبارات وإبقاء على حياة هؤلاء البائسين بائسين ما شو بيشارة أشو بيشارة لانن حياتنا سقلب قشن عبارات تشويتش. وأما الغلام فكان وقاحا مبغضا من الناس. عند بالنا واقع اتركن بالنا واقع لقي كاسك بو بلا مبغضا من الناس كشلامو نايت üç gördüğün vaqahan degan usal deganda ağzı yaman vaqah deganda ma'bak siga mubalagı baklan zadi ağzı yaman başqalar azavurduğun başqalar üç gördüğün demek. Ve kana abawahu mu'minayn, lekin bu balning ota-onasi mu'min yaxshi odam edi. Ve bima fatarallohu al-aba ala hubbil abna, yani ota-onalar yaratılışda Allah Taala ularni mush farzandga amroq yaxshi ko'radigan qilib yaratgan, ash tabiatda yaratgan bo'lg'achqa fatarga shu tabiatda yaratdi degan. Va difa anhum bil haqq wal batil, haq mavqad bo'lsin, batil mavqad bo'lsin, balistdan xatolik o'tib ketgan bo'lsin, ash ballarni qo'g'dab aqlab mening bolam xato qilmadi yoki mening bolam bilan nima uchun sen bunda urushding, bu xato qilmagan tursa deb o'zining bolalarini qo'g'daydigan unda bir tabiat bormi kishilar. Khashitu an yahmilahuma hada ala ta'assub lahu. Yani bu balana kepsiz usul bol ekan. Kishilarga azavurdigan, tillaydigan. Ana unda boshqa kishilar bilan jidal majra urush bo'ladi. Urush bo'lgan ekan, bu ota-ona ash bolasida balki ash yolg'iz bir bolsa, ya yolg'iz bir o'g'il. Bunda bo'lgan ekan, bu bola shunda amroq bo'lgan ekan, ota-onalik mehr muhabbat bilan amroqlik bilan yo'q bu bizning bolamiz undan qilmagan, sen baka jidallan uramsa, tillamsa deb boshqalar urushib qoladi bu. Tabiiy ahvolda deydi. Bu jamiyatdan bulg'ashqanda har kim o'zining bolasini apqaga bolam apqaq deganda, uning bolam unda askamas, sen aska deydi g'ash. Unda ekan shu bolaning tarafini tutib, bolasiga yon bosib, xalq bilan jidallashidi, urushidi. Va mayli ila tariqi, shu bolasining yo'li tarafiga mayl bo'ldi demak. Ya'ni shuning yenini bosadi demakcha. Fayantahiya ila tug'yan wal kufr. Natija unda bular vasin mag'rur to'xtaydi. Oxiri shariatning cheklanmalarini halqa boshqalarga azavurdigan, huquqiga tajovuz qilgan, oxiri kafir bo'lib ketgan ahvol bo'lib qoladi. Faqataltuhu hifadan lidinima. Shuna mash ikki ota-onaningki diyonatini saqlab qolay. Bu kafir bo'lib ketmasin, musulmon munda yashab o'lib ketsin deb shuning dinini qo'llab abalni usalbalni o'ttirdim. Va rija'un minallohi an yarzuqahuma khayran minhu zakatan. Yana Alloh taoladan umid qilib, ash keylanga ash usalbaldan yaxshiroq haq gunoh sodir qilmaydigan ashunda ubdan balni ato qilishni umid qilib va aqraba rahma, ya'ni mehr shafqat jihatdan, amroqlik jihatdan ota-onasi ma baldin akinki balga bakrak amroq bo'ldigan baldin bizni ato qilishini arzu qilib o'tiribdi. Yani ikkinchi ash bag'im bolasi, mesela ma balaga machak amroq bo'lgan bo'lsa, ikkinchi bolasi taxim amroq bo'lgan bir bola bo'lsin deb o'tiribdi demoqchi. Odatda bolalarimizni deylamda. Bolalarimizni biz shunda amroq, lekin unda keyinchi bunda bir sadaqni bulaqammisan deb ba'zini qilsa urimizni. Ay urushman shunga o'xshash. Kichik bir boladan qanday o'g'iz qildi? Urdi. Lekin bu urush keyingi shu bolaning ota-onaning hammasining shu oilaning manfaatini ko'zlab urushda iborat. Nima o'tirash uningda uyg'onishin. Bu o'tirashni faqatlam munda xizirdak anda Alloh taolo o'z huzuridan shu g'aybiy ilmlarni ato qilgan zotning qismi bo'ldi. Ham hozirga bandalarning bunda keyinchi mundanim bo'ldi deb o'tirsa o'chada. Burunqidan da ba'zanda bolalarning putuq ketaksab qo'ydigan, isib qo'ydigan, ada ishlar bardan. Shu amroqlikdan qiygayish asli. Bunda
Yine çıkıdan bulaqamsan, özü ketib qalmısan deb. Demek bu atan bekrak umra qo'yib qizga ikkinchi bir farzand ba'son deb bunday nima qildi. Ba'zi mufassirlar aqrab rahma deganni ikkinchi bolani bu qiz olibdi deb tafsir qilganlar. Qizlarımda atanga mehrishat qilib ko'yindigan da nima bo'ldi emasmi? Va ammal jidar üçüncü vakalıktaki tam şey fakat alimtu minallahi anna tahtahu kenzan liyatimeyni sagireyn. Allah Teala'dan bana kelgen ilim bilen bildim ki bu tamның tagida ikki kichik yetim balaning depi dunyasi var. Şu ikki yetim balığı tava depi dunya var. Tahaddara min rajulin salihin kerim. Naite isil salih bir kişiden törelgen, tahaddara degan ashki bola isil salih kişiden törelgen, tahaddara degan da tushdi degan, sangrab tushdi degan bu. Yani shunda kişinin pushtidan bo'lgan nimaki? Endi sana tushdi. Pushtidan bo'lgan ikki yetim bolaninki deb dunyosi vatdi, haqqi vatdi. Fa aradtu an ahmiya hadal jidar. Şuna men müştamni qo'g'dab qolay dedim. Hatta yashtadda azrahuma azr diyasli beli degan. Beli dumbisi degan. Beli chingib, beli qetib deymizmi? Ha, bunda raus qetib kuchli bo'lib, o'zini qo'lga oladigan, o'zining pulini o'zi xaylaydigan. Menda bo'lgan chaqda demak. Va yaqwa alal hayati amruhuma. Ya'ni hayot, turmush qiyinchiliklarga qarshi kuchli bo'lgan chaqda, mustaqil yashaydigan bo'lgan chaqda, faistakhrija kanzahuma. Ha, shu chaqda andim bu ta'mirlik ketamdi ya, tamni qayta o'zimiz yasaymiz deb shu chaqda digun ko'lamdi. Shu chaqda shu deb dunyoni o'zi chiqirib olmular. Deb shunday qildim. Malan halalan tayyiballahuma. Demak, ularga shu dadistin qolgan halol meros mol hisobida shu molni elib bahramon bo'lsin deb shunday qildim. وما فعلته هذا بعلمي ولا برأيي وما فعلته عن أمري bunu üzeminde farz kılıp munda boğdagan munda buladıp munda qilib yo'q. Özümün ra'yidan qilmadim, o'lchab qusamadim. Buni Alloh taolaning shu menga bildirgan ilm bilan qildim. Walakin vahyun min Allohna. Alloh taolaning vahiy va hudan minhu. Shu zot ko'rsatgan yo'l bu. Zalika ta'wilu ma lam tasta' alayhi sabra. Mana mushu sen chidab bo'lmay qolgan shu voqealiklarningki izohati, tushuntirilishi yoki yashmisi deydi. Demak, mishada vahyun min Alloh degandan bu payg'ambardi deb qaralgan. Fama fa'altuhu an amri degandiki, men o'zligimdan qilib olmadim, bo'lsa Alloh taolo vahiy qilganlik uchun, menga buyurganlik uchun, endi qilgan bu xuddan Alloh taolodan vahiy kelgan zot ekan, demak u payg'ambar ekan degan natijani chiqarganlar. Allohu a'lam. Al-munaqasha. Munaqasha degan nima? Kulikma. Munaqashani bir o'qitaylar, buning savol javobni daftarga to'liq yozib qo'yasizlar. Topshiriq. Birinci, ey Resulullah, hel fil ardi men huve a'lamu mink? Allah'ın peygamberi, ziminde senden mi bilimlikrek bir zat bağımıdır? Sualimde. Mete vecehar racul hada sual ila Musa aleyhisselam. Bu sualını soran kişi, bu sualını Musa aleyhisselam'a kaçan koydu? Ve ala mestenede Musa aleyhisselam fi icabeti bin nefi ala hada sual. Bu sualığa yok deb nefi bilen cevap kaytırışı da Musa aleyhisselam nimige asaslandı? İkincisi, el-ilmu a'zam min an yahwiyahu rajulun aw yanfarida bihi rasulun. İlim degan bunda katta narsa. Bir odam ya bir payg'ambar yolg'iz buni egallab bo'lmaydigan. Va inna fil ardi man khassahu Alloh bi'ilmin awfara min ilmihi. Ziminda u payg'ambardan to'liq ortiq ilm ato qilayotgan kishilar bor. Ila oxiri mush abzasning oxiri qadar o'qilmaydi. Mush iloh degan so'z, qisqartilma. Mush kasa bu adat ila oxiri deymiz, o'qigan chaqda masalan awfara min ilmihi ila oxirihi deymiz. Iloh deb qo'ymaymiz. O'qishlarga yozishdan qisqartib iloh deb. Mush qisqartilgan so'zlarni asla musulmonlar ijod qilgan. BDT masalan Qur'onda alif lam mim degan oyatimiz. Alloh taolo o'rgatgan nima? Şunesini dalil qilib aytadilar. Shu hadis kitoblarda, fiqh kitoblarida yomon chiqimdi. Mesela intaha degan alif lam yozib qo'ydigan. Intaha demakchi. Ana haddathana anba'ana mushamna bu deb qisqartirma yozib qo'ydi. Hadis kitoblarida ham mim dal yozib qo'ydi. Babisa Imom Ahmad, bisa Abu Dawud rivoyat qilgan bizning deb menda qisqartirmiz.
كيف انطبعت في ذهن موسى عليه السلام هذه الحقائق موسى عليه السلام كالصدا مش حقيقة لقندا أورندا وماذا تحمل من معان وتوجيه مش أبزا قندق مزمون وكرست ملان أزشغالدو توجيه ديان كرستما جنس أين وكيف التقى موسى عليه السلام بمن هو أوفر منه علما موسى عليه السلام خياردا وقندق قلب özüdünmü toluqraq bilimlik zat bilan uchrashgan va bima dastarshada ilay yana nima orqali uni tepishni talab qildi menda nas qilib bergan shu orqali men uni topay dedi-ku nima orqali uni tepishni talab qildi demoqchi to'rtinchisi kayfa adatul haya ila al-hut va ayna ikhtafa beliq qanda tirilib qoldi demoqchi qayerda yo'qolib ketdi va limada lam yukhbir al-fata Musa alayhisalom bi ikhtifaihi fi hinihi nima uchun shu xizmatkor Musa alayhisalomga beliq yo'qolib ketgan shu chaqning o'zida yo'qolib ketganligini xabar qilmagan va mata akhbarahu qachon xabar qilgan beshinchisi bima dastadalla Musa ala anna ar-rajula al-musajja bi thawbihi huwa al-abd as-salih alladhi yaqsud ilayhi Musa alayhisalom da ash kiyimiga o'rnib olgan kishininki o'zi izlayotgan yoki ko'zlab mangan solih banda ekanligiga qanday narsadan bilib oldi yoki nimani pakt qildi demoqchi oltinchisi jafil Qur'on ala lisan Musa alayhisalom yuxatibul abd solih Qur'on Karimda Musa alayhisalomning nomidan menda bir so'z keldi dedi shu Xizr alayhisalomga xitob qilgan holatda hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda sen mushunda o'rgatilgan to'g'ri yo'l mushunda foydali ilmni men o'rgatib qo'yishing uchun sana agishaymi yatajalla fi hadil aya mush oyatda ayon bo'ludiki dedi yatajalla degan ayon bo'ludi ko'rinib turdi ma yanbaghi yakun alayhi talibul ilmi min tawadu'in va adabin fil hadith va khudu'in lil muallimi va dahlali mush oyatda ilm talab qiluvchi yani talibninki qarang so'z qilgan chog'da qandoq adab kamtarlik tavozudi bo'lish kerak ekan yana ustozga bo'ysunishi kerakligi aniq ko'rinib turdi mushuni texmo izohlagan kerak bo'lish kerak yettinchi abanal abdus solih li Musa alayhisalom annahu lan nastati'a as-sabra ma'ahu endi solih banda ya'ni Xizr Musa alayhisalomga u Musa alayhisalomninki o'zi bilan birga chidab turolmaydiganligini aniq deb qo'ydi فبماذا علل له ذلك lekin shu chidab turolmaydiganligiga nima bahona ko'rsatdi nima sabab ko'rsatdi va mada kana raddu Musa alayhi va Musa alayhisalomning unga bergan javobi nima edi radd degan shada javobi 8-chi akrama rukabus safinati al-abd as-solih va Musa alayhim assalam kiyimidagi yo'lovchilar solih banda bilan Musa alayhisalomni izzat ikrom qildi tamam mazahir hadal ikram shu izzat ikromning ko'rinishlari ya'ni nimalarga gavdalandi alomatlar nima va bimada qabala abd solih hada sani' solih banda mushu yaxshilikqa qarta nima ish qildi va limada ihtajja alayhi Musa alayhisalom nima uchun Musa alayhisalom unga dalil keltirib turib uni norozilik bildirdi 9-chi takror inkar Musa alayhisalom li tasarrufat al-abd as-solih Musa alayhisalomninki solih bandaning qilmishlari qarta tanqidlari e'tirozlari takrorlanib qoldi mimmattarrahu ila firaqi natijada uningdan ayrilishga majbur bo'ldi famada tahkumu ala mawqifi kullin minhuma ularning har ikkisining pozitsiyasini qanday baholaysa ikkisining tutgan mavqesiga qanday baho bersa mavqif deganda ba'zida mavqa deymiz ba'zida pozitsiyasi deymiz inkası desek buldu belki. Mavu biz taraftan o'qishni qo'ygan bilan biz taraftan Arabcha ifodalashni bir narsa kalımızki Uyg'urcha ma'noni ifodalashni ya'ni yazalığının çizgisizlar. Kitap material qo'llanib bo'lgan ekan qarab turib javobi tayyor bo'lgan ekan. 10-chi Bimada aqna'al abdus solih Musa alayhisalom bi salamati tasarrufatihi Salih banda Musa alayhisalomni o'zining qilgan qilmishlarining to'g'ri ekanligiga qanday qanoatlandida oxirida tushuntirishadi-ku. 11-chi qad yaxusullohu ba'da ibadihi bi'ilmin ladunhu. Ba'zida Alloh taolo ba'zi bandalarga o'z huzuridan, o'z yenidan maxsus ilm ato qilishi mumkin. O'z tarafidan, o'z yenidan, o'z huzuridan, ladunhu. Va tilka ni'matun ya'jizul 'abdu an shukriha. Bu hamda banda
shukr qilib haqqini ado qilolmaydigan bir cho'ng ne'mat deydi. وضح ذلك في ضوء دراستك لهذه القصة. مش قصة o'qish saysi aslida buni tushundirganmiz. Sen bu qissani o'qiding. O'qigandan keyin bu qissaning da jarayonini tushunding. Tushungandan keyin shundan naqib turib, yo'riqlik qilib turib, shuni yozgan, izohlab yozamiz. Şu to'liq o'tirda, kulliyalda, universitetda bunda savollar chiqdi, shunda yozgan. Tafsili yozdi. Qanday qaraysa deb undan so'raydi, shuni yozgan. 12. savol: Uktub min suratil kahfi ma yatanavalu ahdath hadhihi al-qissa. Bu qissaning voqealiklarini bayon qiladigan, voqealiklar ustida to'xtaladigan oyatlarni surat kahfdan yozgan. Allohu a'lam bis-savob. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.